Bugungi darsimizda endi biz funksiyalar nimaligini o'rganib chiqamiz. Bungacha biz tenglamalarni ko'rdik, to'g'rimi? Mana masalan tasavvur qilamiz, bizda quyidagicha tenglama berilgan bo'lsin. Deylik 2x plus 1 teng 0 ko'rinishidagi demak tenglama berilgan bo'lsa, biz bunaqa tenglamani ishlashni bilamiz. Mana masalan tenglamani ildizi ushbu holatda, ushbu tenglamada -1/2 teng, to'g'rimi? Ya'ni x bitta o'zgaruvchan bor-da bizda. Bitta mana shu o'zgaruvchining o'rniga x o'rniga agar mana shu qiymatini beradigan bo'lsa, bizda tenglik saqlanib qoladi, to'g'rimi? Agar deylik bizda hozir mana shu tenglamamizni ozgina o'zgartiradigan bo'lsak, 2x plus 1 teng 1 deydigan bo'lsak, unda ildizi nechiga teng bo'ladi? Unda tenglamamizning ildizi 0 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni x ga 0 beradigan bo'lsak, ushbu tengligimiz saqlanib qoladi. Va hokazo, masalan 2x plus 1 ga masalan 2 deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ushbu tenglamani unda tenglamamizning ildizi yarimga teng bo'ladi. Va hokazo. Demak, bizachi hozir mana shu tenglamamizni nima davomida? Tenglamamiz faqat bitta qiymatga teng emas, balki bir qancha qiymatlarga teng bo'lishi mumkin deb mana shu qiymatlarni o'zgartiryapmiz, to'g'ri? Mana shu o'zgartirayotgan qiymatni hammasini biz yana boshqa o'zgaruvchi nom bilan ataymiz. Uni biz y deb ataymiz. Shunda bizda tenglamamiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. 2x plus 1 teng y ko'rinishiga ega bo'ladi. Ba'zan yx deb yozsak ham bo'ladi. Ikkalovi bir xil, masalan y yoki yx deb atasangiz ham bo'ladi. Bu yx nima degani? Bu degani tenglamamizda mana shu funksiyamizda noma'lum bu x bo'ladi. Agar masalan tenglamamiz x emas, deylik n harfi qatnashgan bo'lsa, 2n plus 1 bo'ladigan bo'lsa, unda y ichida n yozgan bo'ladi. Ya'ni n qatnashgan funksiya deyiladi yoki agar ishonchinglar komil bo'lmasa, y ga o'zini yozsanglar ham bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu qilib biz demak funksiyani yozamiz. Mana shu hozir biz yozgan narsamiz, biz yozgan demak formulamiz bu funksiya deyiladi. Demak, bu yerda x ni har qanday qiymatlar uchun biz y ni turli xil qiymatlariga ega bo'lamiz degan. Masalan, x 0 qiymati bo'lganda y imiz 1 ga teng bo'ladi. X imiz deylik 3 bo'lganda y imiz, masalan x agar 3 bo'lganda y imiz nechiga teng bo'ladi? Shunda y imiz 7 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 3 agar x o'rniga qo'yadigan bo'lsa, y imiz 7 ga teng bo'ladi. Demak, ko'rib turganimizdek, bizda mana shunaqa o'zgaruvchi, mana masalan o'zgaruvchi hisobiga bizani y ning turli xil qiymatlari hosil bo'ladi. Mana shuni biz funksiya deb ataymiz. Funksiyada bizda har doim istagan x ga faqat bitta y qiymati mos kelishi kerak. Ya'ni masalan x ga deylik 10 beradigan bo'lsak, y imiz nechiga teng bo'ladi? X imiz demak 20 x imiz 10 ga teng bo'lganda y imiz 21 ga teng bo'ladi. Y imiz 21 va y 50 bo'lishi mumkin emas. Unda bu xato hisoblanadi. Bu unda funksiya hisoblanmaydi. Funksiya bo'lishini yagona shartlaridan bittasi, eng muhim shartlardan bittasi bu har bitta x ga faqatgina bitta y ni mos kelishi. Agar bittadan ko'p y mos keladigan bo'lsa, unda bizda funksiya hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Demak, mana shu bizda funksiya deyiladi. Mana yozdik hozir. X bu 2x qo'shilgan bir funksiya deb tasavvur qildik. Undan tashqari x o'rniga biz oddiy y ishlatsak bo'ladi yoki bo'lmasam x ishlatsak ham bo'ladi. Fx ya'ni x ning funksiyasi deyiladi. Bu yerda x erkli o'zgaruvchi hisoblanadi. Nimaga? Chunki x istagan qiymatni qabul qilishi mumkin. Xolasa 10 ni qo'yish, 10 ni yozishingiz, 10 qo'yishingiz mumkin x o'rniga. Xolasangiz 0 ni qo'yishingiz mumkin. Xolasangiz -100 sonini, xohlagan soningizni qo'yasiz. O'shaning uchun bu erkli o'zgaruvchan deyiladi. Xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa argument ham deyiladi. Y bo'lsa x qiymatiga qarab o'zgaradi. Ya'ni agar x nechi bo'lsa, masalan x 1 bo'ladigan bo'lsa, ushbu funksiyamiz x 1 bo'ladigan bo'lsa, y imiz nechiga teng bo'ladi? Y imiz 3 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni x qiymatiga qarab yana y o'zgaradi. Agar x 5 bo'lsa, unda y imiz 11 bo'ladi va hokazo. O'shaning uchun y imiz bizani erksiz o'zgaruvchan yoki bo'lmasa funksiya deyiladi. O'shaning uchun biz mana boya aytdik, yx yoki y yoki fx yana funksiya deb ham ataladi deb aytdik, to'g'rimi? Funksiyani quyidagi harflarda ham belgilasa bo'ladi deb aytdik. O'shaning uchun ko'rib o'tganimizdek, demak x bu erkli o'zgaruvchan hisoblanadi, y erksiz o'zgaruvchan yoki bo'lmasa funksiya deb ataladi. Tushunarlimi? Funksiyani yana boshqacha qilib, yana biz buni xuddi mexanizm deb tasavvur qilsak bo'ladi. Masalan, siz x berasiz qaysidir mexanizmga-da, o'sha mexanizm x aylantirib, o'zgartirib, bir narsalar qilib, boshqacha qilib sizga chiqarib beradi. Masalan, funksiyamiz kvadrat funksiya bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, y imiz bor-da yoki yx deb yozadigan bo'lsak, funksiyamiz bor-da, sizga masalan x beradigan bo'lsangiz, u sizga x kvadratga oshirib qaytarib beradi. Masalan, x ga siz 1 beradigan bo'lsangiz, u 1 ni kvadratdan oshiradi-da,
keyin yana qiymatini chiqarib beradi. Ya'ni x ga 1 beradigan bo'lsak, y imiz 1 ga teng. Agar x ga 2 ni beradigan bo'lsak, nechi hosil bo'ladi? Demak, kvadratiga oshiramiz. Y 2 da, ya'ni x ga 2 qiymatini beradigan bo'lsak, bizda 2 ni kvadrati hosil bo'ladi, 4 bo'ladi. Xuddi shunaqa masalan x ga 8 beradigan bo'lsak, y imiz nechi bo'ladi o'shanda? 64 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Chunki 8 kvadrati 64 ga teng. Ko'rib turganimizdek, bu yerda x bu erkli o'zgaruvchan, ya'ni argument, y bu erksiz o'zgaruvchan yoki funksiya deb ataladi. Buni eslab qolaylik. Demak, shunaqa ko'rinishdagi, demak, istagan formula funksiya deb ataladi. Demak, funksiyada har doim hozir aytib o'tganimdek, bu yerda hozir ushbu funksiyamizda bitta o'zgaruvchan qatnashyapti, x faqat qatnashyapti, lekin undan tashqari boshqa o'zgaruvchilar ham qatnashgan bo'lishi mumkin. Unaqada bizning funksiyamizda bir qancha o'zgaruvchi qatnashgan funksiyalar deb ataladi, lekin biz ularni hozir 8-sinfda ko'rib chiqmaymiz. Bizning hozir ko'rib chiqayotgan materialimizda faqat bitta x qatnashgan bo'lishi mumkin funksiyada yoki bitta faqat boshqa harfli o'zgaruvchan qatnashgan bo'lishi mumkin. Masalan, z qatnashgan tenglar o'zgaruvchi ham bo'lishi mumkin-da. Masalan, deylik, z kvadrat bo'lingan 6. Mana shunaqa ko'rinishdagi funksiya ham bo'lishi mumkin. Lekin faqat z qatnashgan bo'lsa, ana endi siz x ni qatnashtira olmaysiz. Chunki unda sizda ikkita noma'lum qatnashgan bo'lib qoladi. Z noma'lumi va x noma'lumi. Lekin biz aytib o'tdik, bizda hozir faqatgina bitta noma'lum qiymat qatnashgan bo'lishi kerak. Ya'ni z yoki faqat x yoki faqat a harfi yoki faqat b harfi va hokazo bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, biz mana shu funksiyalarni topishda bir qancha usullardan foydalansak bo'ladi. Birinchisi bu analitik usul. Analitik usulda men ko'rib turganimizdek, bizda funksiya berilgan bo'ladi-da. Mana shu x qiymatlarini qo'yib, mana shu funksiyaning qiymatini topamiz. Mana qaranglar, birinchisida mana bizda y ga funksiyamizning qiymatini topishimiz kerak, x 0 ga teng bo'lgandagi qiymatini topishimiz kerak. Demak, nima qilamiz? Uning uchun 0 ni qat'iy x ko'radigan bo'lsa, o'shaning o'rniga 0 ni qo'yamiz. Demak, biz yozamiz 0 kvadrat qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 0 deb yozamiz, qo'shilgan 6. Demak, bu nima hosil bo'ladi? 6 bo'ladi. Demak, funksiyamizda x 0 ga teng bo'lganda qiymati 6 ga teng. Keyingisi -1. Demak, x o'rniga hozir -1 ni qo'yamiz. Nima bo'ladi bizda? -1 kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytirilgan, qo'shilgan 5 ko'paytirilgan -1 bo'ladi, qo'shilgan 6. Bu nechiga teng? Demak, -1 kvadrati 1, 1 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsa, 7 dan 5 ayiradigan bo'lsa, 2 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi, demak, endi x o'rniga 2 ni qo'yamiz. Shunda qo'yadigan bo'lsak, bizda 2 ni kvadrati qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 6 hosil bo'ladi. Shunda demak 4 ga 10 ni qo'shadi, 4 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsa 14, 14 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsa 20 hosil bo'ladi. Va nihoyat oxirgisi bu -3 ga teng. Demak, -3 ni kvadrati qo'shilgan 5 ko'paytirilgan -3 qo'shilgan 6. Demak, nechiga teng bu? 9 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 15, 15 dan 5 ayiradigan bo'lsak 0 bo'ladi. Ko'rdinglar, bu analitik usul deydi. Analitik usulda x qiymatiga va funksiyaga o'sha x istagan qiymatini qo'yasizlar-da, funksiyani qiymatini topasizlar. Mana endi jadval usuli. Mana shu hozir biz topgan mana shu ildizlarni, ya'ni mana shu yechimlarni hozir jadval qilib yozsak ham bo'ladi. Jadval qilishni nima qilamiz? Demak, bunda quyidagicha jadval chizamiz-da. Quyidagicha jadval chizib, x, y deymiz, mana qaranglar. X, y deymiz. Demak, x ga turli xil qiymatlarni beramiz. Xohlagan qiymatlarni berishingiz mumkin. Demak, biz necha berdik? 0 berdik. X ga 0 berganimizda y imiz nechaga teng bo'ldi? Y imiz 6 ga teng bo'ldi, to'g'rimi? Keyin nima berdik? Keyin biz -1 berdik. -1 berganimizda funksiyamiz 2 ga teng bo'ldi. 2 ni berganimizda funksiyamiz 20 ga teng bo'ldi. Va nihoyat -3 berganimizda funksiyamiz 0 ga teng bo'ldi. Ko'rdinglar, mana jadval tuzdik-da, mana shu jadval usulidan foydalanib ham qiymatini topsa bo'ladi. Agar mana bunaqa jadval berilgan bo'lsa, savol so'ralsa masalanda x teng 2 dagi funksiyaning qiymatini toping deyishsa, siz shundoq jadvalga qaraysizda, keyin x topasiz. Demak, x 2 ga teng bo'lganda y imiz 1 ga teng. Demak, x 2 ga teng bo'lganda funksiya 1 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, x 3 ga teng bo'lgandagi qiymati necha? X 3 ga teng bo'lganda funksiyamiz 4 ga teng. Masalan, mana shu berilgan qiymatlarni qarab, biza demak jadval usulidan foydalanib funksiyamizning qiymatini topsak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi grafik usuldan ham foydalansak bo'ladi. Mana biz boya funksiya ko'rdik, masalan, y teng 2x qo'shilgan 1. Buni biz demak koordinatalar sistemasi yordamida ham grafikini yasasak bo'lardi. Masalan, qanaqa qilamiz? Uning uchun kvadrat demak koordinatalar sistemasini chizamiz-da. Demak, unda x o'qini topamiz va y o'qini topamiz. Demak, koordinatalar boshi
0 ga teng, to'g'rimi? 0 0 ga teng. Mana endi qiymatlari xos oldin jadvalni tuzamizda, keyin mana shu qiymatlarni tutashtiradigan biza chiziq chizamizda, yana o'sha koordinatlar ushbu funksiyamizni grafigi hisoblanadi. Mana shu koordinatalar sistemasidagi grafiki hisoblanadi. Demak, x 0 ga teng bo'lganda, y imiz nechiga teng? Y imiz 1 ga teng, to'g'rimi? X ga 0 qo'yadigan bo'lsak. X ga endi 1 beradigan bo'lsak, y imiz nechiga teng? Y imiz 3 ga teng, to'g'rimi? X 2 dachi. X 2 beradigan bo'lsak, y imiz 5 ga teng. Mana endi mana shu koordinatalar yordamida nuqtalarni topamiz. Ya'ni x 0, y 1 ga teng bo'lgan koordinatamiz quyidagiga teng, to'g'rimi? Mana x 0, y 1. Keyingisi x 1, y 3. Demak, x 1, y bo'lsa 1 2 3. Mana bu nuqta ekan. Ko'rdinglar? Mana birinchi nuqtamiz bunga teng, ikkinchi nuqtamiz bunga teng. Masalan, x minus 1 da, x minus 1 da y imiz nechiga teng? Y imiz minus 1 ga teng, to'g'rimi? Y imiz demak minus 1 ga teng. Ana qaraymiz hozir. X ga minus 1 beramiz-da, y imiz ham shunda minus 1 ga teng bo'ladi. Minus 1 ga teng. Mana yana bitta to'g'ri chiziq, yana bitta nuqta hosil bo'ldi. Mana shu hamma hozir endi agar nuqtalarni tutashtirib chiqadigan bo'lsak, bizda grafik hosil bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana shu grafik, y teng 2x qo'shilgan 1 funksiyamizning grafiki hisoblanadi. Ko'rdinglar? Mana hozir mana bitta quyidagi ma'lum bir funksiya berilganda, bu funksiyani biz hozir qanaqaligini bilmaymiz. Lekin uning grafiki mana quyidagi rasmdan iborat. Quyidagi grafikdan iborat. Mana shu grafikdan foydalanib ham biz hozir x va y qiymatlarini topsak bo'ladi. Ya'ni masalan ko'rib turibmiz, mana nuqta mana shu grafikimizda joylashgan. Demak, bu nuqtaning koordinatasi nechiga teng? Koordinatalar 0 va 1 ga teng, to'g'rimi? Oldin har doim x koordinatasini yozamiz, keyin 1 koordinata. Demak, mana shu nuqta ushbu funksiyamizning grafikida joylashgan. Keyingi nuqtani qaraydigan bo'lsak, deylik, mana bu nuqtani qaraydigan bo'lsak. Mana shu nuqtaning koordinatasi nechiga teng? Ushbu nuqtamizning koordinatasi 1 va 2 ga teng, to'g'rimi? 1 va 2 ga teng. Masalan, 2 ni oladigan bo'lsak, mana buniki to'g'ri kelyapti. Mana. Demak, ushbu nuqtaning koordinatasi 2 va 5 ga teng. Xuddi shunaqa mana bu nuqtani ham topsak bo'ladi xohlasak. Grafik usuldan foydalanib. Ya'ni x koordinatasi taxminan mana buniki to'g'ri kelyapti, to'g'ri? -1 taqsim 4 ga teng. Taxminan -1 taqsim 4 va y koordinatasi 3 ga teng. Ko'rdinglar? Mana shunday qilib biz funksiyani qiymatlarini topsak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Mana endi hozir bir qancha endi mashqlarni topamiz. Endi buni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz.